Hurmatli mijozlar, Agrobank Anta paxtachi filialini Mirzo-Ulug'bek mahallasi binosida navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Uchrashuvdan asosiy maqsadimiz shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan mijozlarimizni tadbirkorlikka jalb qilish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizni shu tadbirkorlik kengaytirish shirkatlar ajratish. Bundan asosiy maqsadimiz shu tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlarimizni faoliyatini kengaytirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, yangi ish o'rinlarini yaratish, shu mahallada ishsiz qolganish bilan ta'minlash, daromadni oshirish asosiy maqsad qo'yganmiz. Buning uchun hozir Agrobankda tadbirkorlikni rivojlantirish faoliyatini rivojlantirish 312 son qarorgohdan ajratyapmiz. Demak, kamida faoliyatiga 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak tadbirkorda. 300 milliongacha kredit ajratamiz. Shuni 100 million so'mgacha garovsiz. 100 milliondan ziyod 300 million so'mgacha o'sha qolgan 200 million garov asosida beriladi. Demak, rahbar erkak kishi bo'lsa 20% dan beriladi. Agar rahbari ayol kishi bo'layotgan bo'lsa 18% dan kredit ajratamiz. 5 yildan 7 yilgacha ajratiladi. Tadbirkor faoliyati shug'ullantirib bemalol murojaat qilish mumkin. Keyin o'zini o'zi band qilganlarga, ishsiz fuqarolarga kamida 2 oy ishsiz bo'lgan bo'lishi kerak. Demak, 17 million so'mgacha 4 yilga ajratamiz. Bundan erkak kishilarga 25% dan, xotin qizlarimizga 23% dan, shu 2% imtiyozi bor. Mahalla loyiha kreditini xuddi shunday. Bu ham 25% dan erkaklarga, 23% dan ayollarga, u 5 yilga beriladi. Demak, 50 million so'mgacha beriladi. Kimda qanaqa tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanmoqchi bo'lsa yoki taklifda bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zimiz bankining gapi kerak. 50 million so'm kapitaliga asosida. 50 million 10 million kerak. O'sha ko'targancha beriladi, o'sha kapital ma'nosida. Gapi kerak. Kapital kerak, endi qanchadir summa, kamroq oylik kamroq bo'lsa 10 million olasiz, oylik kamroq bo'lsa